Tushda do'zax, jahannam ko'rishning ta'birlari. Do'zaxga tushganini ko'rgan kishi dunyoda yo'qsil va qadrsiz, oxiratda razil bo'ladi. Do'zaxni ko'rgan kishi boy bo'lsa kambag'allashadi, sog' bo'lsa dardga duchor bo'ladi. Tush ko'rgan kishining ahvoli yaxshi bo'lsa, oxiratda azob ko'rishi bildiriladi. Do'zaxdan qutulganini ko'rish turli azoblardan, kambag'allikdan qutulishga ishoradir. Do'zaxni tushida ko'rgan kishi gunohkor bo'lsa, tavba tazarru qiladi. Tushda do'zaxni ko'rish va u yerga kirish amaldan tushishga ishora bo'ladi. Ba'zan bunday tush boylikdan faqirlikka, qamoqda qolishga, xor-zor bo'lishga ishoradir. Do'zaxga kirib, keyin undan chiqqanini ko'rgan kishi jannatga kiradi yoki gunohga yo'l qo'yadi-yu, keyin tavba tazarru qiladi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.